Bugungi uchrashuvimizni boshlaymiz. Uchrashuvimizda Split masalasida ariza tushgan Jomboy Fayz Baraka Inchi tomonidan Jomboy Fayz Baraka Inchi rahbarsiz bo'lasida valutli kredit so'ragan tezkor kredit liniyasi bizlarda bor. Inchilarga oilaviy korxonalarga $250,000 3 yil muddatga 12% beriladi. Zavod evaziga zavodni diskontlash diskontdan qancha diskontlash yuqoriroqda. Android guruhiga kichik bo'limiga hujjatlar topshirasiz. Kichik bo'lim tomonidan belgilangan tartibda hujjatlarni rasmiylashtiriladi. Bank boshqaruviga Android guruhiga yuboriladi. Android guruhidan ijobiy qaror qabul qilingandan keyin siz bilan birga kredit shartnomasini imzolaymiz va kredit ajratib beramiz. Kredit yillik 12%dan AQSh dollarida beriladi. Agar yevroda olmoqchi bo'lsangiz 11%dan beriladi. Qolganlarda agar savol javob bo'lmasa, bugungi uchrashuvimizni yakunlasak ham bo'ladi.